Xi Jinpingning maqsadi o'zini tarixdagi Mao Zedong bilan tang va uningdanmi ulug' bir dai qilib ko'rsatish. Unda dai bo'lish uchun Xitoylarga buning boshqa hech qanday natijasi yo'q. Iqtisodiy mag'lubiyat uchrayotdi, hamma nimada. Shuning uchun Tayvanni ola olsa, Tayvanni olish qoldi. Tayvanni ola olsa, bu birdan bir Xitoy cho'ng birligi buningga qo'shgan eng cho'ng Xitoy tarixidagi bir cho'ng to'kpisi ham Xitoy tarixida bunda deganda Xitoyning maqtaydigan Han Wudi, Tang Taizong, Qin Shi Huang shu podsholardek hozir O'chqashqar shular madilayapti. Oldin qitim O'rta Osiyoniklarni Shiyanga kelganda shu kiyimlarni kiygizib qizlarni olib shu Tansualisini. Shu demak, shularni madilayapti, shularninkidan ishib ketadigan bir shaxs bo'lmoqchi Xi Jinping. Shuning uchun